Hayotingdan norozimisan? Ishonching yo'q, shubhadamisan? Doim qayg'uda, doim g'amda yashaysan. Diqqat qilinglar, o'zini o'qib beraman qoidani. Alloh taolo o'zining adolati bilan xotirjamlikni va rohatni ishonch va rozilikka bog'lab qo'ydi. G'am va qayg'uni esa norozilik va shubhaga joylab qo'ydi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina odamlarni rozi qilaman deb Allohni g'azablantiradigan ishni qiladi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina Alloh bergan fazilni Allohga qaytarish o'rniga odamlarni maqtaydi. Ishonchi zaif bo'lgan odamgina unga bir narsani Alloh bermagan bo'lsa, nima qiladi? Hasad qiladi. Senga biror bir yaxshilik qildi. Agar sen shu yaxshilik Alloh tomonidan kelganligiga aniq ishonsang, alhamdulillahi robbil alamin deb Allohni maqtaysan. Agar bu yaxshilikni Allohdan degan ishonching zaif bo'lsa, haligi yaxshilik qilgan odamni maqtaverasan-da. Ha, unga rahmat deymiz, minnatdorchilik bildiramiz, lekin yaxshilik kimdan keldi? Allohdan.